Gap ochig'i meni xotiramda qolmagan bu Oqsaroy Amir Temur bobomiz tomonidan qurilgan, to'g'ri. Sohibqiron Amir Temur tomonidan qurilgan, lekin qaysi asrda, qaysi yili, qachon qurilgan, qachon qurilishi tugallangan, nima uchun, qachon bunday holatga kelgan, men ular to'g'risida hozir esimda yo'q. Lekin qanday bo'lgan taqdirda ham nihoyatda mana shu ko'rinishi, hozir mana shu turishiga e'tibor qilsak, bu hovlini ichkari tomoni bo'lgan, narigi tomon tashqari tomoni bo'lganga o'xshaydi-da. Chunki mana bu yerdagi peshtoqdagi mana bu qulab tushgan izlar, mana bu yerdagi qulab tushgan izlar ana shuni ko'rsatyapti-da. Bu xonama-xona bo'lingan, bu hovlini ichki qismi bo'lgan deb o'ylayapman. Xullas mana o peshtoqlardagi koshinlarni qarang. Bu asl koshinlar. Haqiqiy o'sha davrdagi qurilgan koshinlar bu. O'ta qimmat. Haqiqiy asl koshinlar. Men bularni tagidan nimalardir izlayapman-da. Yana ham nimalardir. Bu koshinlarni tagida yana koshinlarni boshqacha uslubda qo'yilganlari ham bor ekan. Yanada qadimiyrog'i bor ekan. Tak mana. Mana shu yerda qarang. Mana. Ustidan koshin qoplangan. Mana buni tagida yanada eski koshin bo'lgan. Mana ko'rdingizmi? Uni ustidan sirlangani qo'yilgan ekan. Xullas. Shuda. Me'morchilikka kuchli bo'lgan ekan. Qadimgi ajdodlarimiz me'morchilikka kuchli bo'lgan ekan. Arxitekturaga juda kuchli bo'lgan ekan. Me'morchilikda endi shu. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham men mana Shahrisabzgacha yetib keldim. Hozir ark devorlarini ko'rsataman. O, devor. Juda katta maydonda. O, eskilari ham. Mana. Buni balandligini, uni holatini. Bunday qarasangiz osmonga do'ppingiz yerga tushib ketadi. Mana shu nimani o'rni bo'lgan bu? Nimani o'rni? Mana shu yer. Nima bo'lgan bu yerda? Nima deyilgan? Bu yerda eshik bo'lmagan, menimcha. Yani ikki tomon ham bir xil bir-biriga. Demak, mana shu tomon kirish qismi bo'lgan. Qasrga, mana shu saroy, Oqsaroyga kirish qismi shu yerdan bo'lgan. Qoyilman. Xullas, uni orqa tomoni hovli bo'lgan. Hovli, hujralar, xonalar uni orqa tomonida bo'lgan. Mana shu hozir men turgan tomon kirish qismi bo'lgan, mana shu yerdan. Xullas, har kim o'zini aqli yetgan ishni qilsin.